Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zerocraft va bugungi videoda hamma biladigan o'sha hardkorda tez gapirib shu hardkorda 100 kunni qanchadir yashaymiz. Короче, men ham sinab ko'rgim keldi endi. Da bu yangi skin. Kimdir so'raydigan bo'lsa. Men skinimni almashtirdim, lekin hali beri buni bannermi, avatarkami shunaqa deydi-yu. Ashini qo'yganim yo'q, endi qo'yaman. Tak, hop. Unda bo'lmasam boshlaymiz. Mana shu qo'yib o'ldirib olaydi. Armon bo'lmasa brat keling. Mani qo'yadi. Hop, endi menga birinchi navbatda daraxt kerak. Biz qaralar tushib ketganini. Hop, ko'tarilyapti FPS. Video olayotganimga qochishim mumkin. Uzr so'rayman buning uchun. Menimcha ovoz yaxshi eshitilyapti. FPS oldin 200 bo'lardi. Bu qanaqa launcher deb so'raydiganlarga bu Zalit launcher. Buni men Hyper o'zini Telegram kanalidan yukladim. Nu yaxshi ekan. Hyper kanallariga o'tsanglar, aniq bu launcher to'g'risida video chiqarganlar. Hop, endi menga nima kerak? Tezroq. Hop, umid qilamanki mikrofon ishlayapti. Ishlayaptimi? Ishlayotgan bo'lsa kerak. Ana FPS ko'ringlar, FPS. 106, 99, 82, 81, 113. What the fuck? Ağır aytmaymiz, ağıyama. Bunday qo'yamiz. Hop, endi buni bundoq qilamiz, buni bundoq. Hop, endi cho'p qo'yish kerak. Yetadi. Tak, bo'ldi, bu yerdan chiqamiz. Endi verstakka kiramiz. Hop. Bitta kirka. Kirkami nima edi? O'zbekchasi kim bilsa aytsin. Tishami? Endi buni verstak kerak bo'ladi-yu, mayli. Hozircha menda ovqatda muammo bor. Agar qishloqdasam bo'lmaydi. Yo-mayo, baxt qushi boshimga chichibdi. Yo-mayo, 2 marta chichibdi. 3 marta. 3 marta chichdimi? 4 marta bo'lsa lekin hayron qoladim. Yo'q. 4 marta emas. Balki 4 marta ham bo'lishi mumkin. Yo'q. Hop, endi menga toshli kirka kerak. Bundan bundan yasaymiz. Bundoq qilamiz. Bu kirka turaversin. Bu ham kerak. Verstakka qo'yma mol. Keraklar bug'doy kerak bo'lishi mumkin. Bu kerak bo'ladi. Ana bloklarni yonimga olganim ma'qul. Bu turaversin daraxt. Endi biz bularni olishimiz kerak. Endi menga birinchi navbatda qishloq kerak, chunki qishloq hozircha himoyalanish uchun va temir uchun kerak bo'ladi. Temir fermasini quramiz hali. Eng muhimi o'lmaslik kerak. O'lsam bo'ldi, video tugaydi. Video qanchalik bo'lishi mumkin? Masalan, 1 soat yoki 2 soat. Bu YouTube'da nechinchi video ekan? Lekin hammaga rahmat. 1364-obunachimga albatta rahmat deb qolaman. Shunga sababchi bo'ldi-da endi. Tak. Endi mana qang'illatamiz. 1. Yaxshi. 2. 3. Yaxshi. Ancha urganman. Bu yoqqa. Qochma.
kasalish oqibati bu. Endi bug'doylar kerak menga, chunki bu oziq-ovqat manbai hisoblanadi-ku. Astag'firullah. Xuddi uyda kimdir yurgandek. Uyda bir o'zim bor. Qo'rqmanglar bunaqa. O'xshamadi. Tak. Bu qo'ylar ham kerak bo'ladi menga kelajakda. Hop, qoravoy ham olamiz. Nigir. Buni ham uramiz. Buni ham. Nimaga yuguramayapman? Menimcha qonim ochiq qolgan. Endi menga go'shtlarni pishirish kerak. Qishloq! Let's go! Niger! Mashinani o'zida baza qursam bo'ladi-yu, lekin xavfli-da bayda qurish. Qani ko'ramiz. Qochma, itdan tarqagan, so'kinishga majbur qilma. Bo'ldi, endi yugurolmayman. Umuman yugurolmayman. Qornim to'ydi bo'lishim kerak. 23 ta. Yetadi. Hop. Temir ferma quraymi, qurmaymi? Bilmadim. Aniq bayda qololmayman. Shuning uchun galimat urishimiz kerak. Qondaysiz, brat? Tuzuqmi? Yuribsizmi osiltirib, tushib qolsa yopishtirib. Na. Qachon o'ladi bu? Va nihoyat. O'lmaysanmi dedim. Somonlarni ko'rmaganimga ishonmayman. Hop, buni olamiz. Nima berib qo'ydim bularni? Toshli ketmon kerak menga. Mana. Bo'ladi shu ham. Hop, endi mana ularni yig'ishtirib olamiz. Uylarni tutamiz hali. Ish ko'p qishloqda. Menimcha bu qo'limga tushsam, yoritadi. Yaxshi. Dynamic lights. Bu shadersiz ham ishlar ekan lekin. Buni qilish uchun Optionsga kiramiz va qaysinda edi? Video settingsga kiramiz. Mana yerda Dynamic lights degan narsa bor, shuni past qilib qo'yamiz. Keyin bu ishlaydi. Bo'lmasam ishlamaydi. Mana o'chdi, yondi. Tushunarlimi? Menga hali zoom tugmasi kerak. Hop, brat, yotoq izlab turaman. Qanaqa brat? Bratishga. Qochma, mana shu yerda uxlayman. Uni qara. Mana unda yot. Mana. Yig'lama. Voy. Meni joyim be. Hopki mana qila. Shunda ham men uxlayman. Hop. Rahmat degan, dadangga aytib bormagan lekin. Tushundingmi? Kallangni o'yaman. Orqangni qorataman degan. Hop, bayda nima bor? Albatta, anjom pechka bor. Buni olamiz. Ne? Avla. Qo'rqitib o'rding-ku. Chuvak. Hop, endi menga nima kerak? Non kerak. Non. Buyoq qilamiz. Qo'yamiz.
Qo'yamiz dedim. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Olamiz. Yana bormikin biror joyda? Hop, bag'da daraxt bor. Nima bor? To'q ham yo'q. Hop. Nima olish mumkin bu qishloqdan yana? Manimcha hech nima bo'lmaydi endi. Bu yerda nima bor? Ber buni. Hech narsa yo'q. Lekin narsalarni kuchaytirish uchun mana bu kitob kerak bo'ladi aniq. Obsidian 3 ta, kitob kerak bitta. Derazani yonidaman, shuning uchun ko'chadan qarg'a ovozlar eshitilyapti. Yo, what the fuck is this? Hop. Bechara qishloqi qolib ketdi-yu. Ishidan mayli o'zi. Blokim yo'qmi? Nahotki? Qishloqni qutqargan emas lekin. Men bu qishloqning oldiga tushib, brat, sizga bitta zo'r narsa ko'rsataymi? Hayır. Joying jannatdan bo'lsin ukam. O'lmadi shundayam. Mayli. O'lmasa o'lmas. Hop. Xuddi Minecraft dunyosini ikkiga bo'lib tashalgandek. Hop, birinchi let. Nima edi? Shu xullas kiyim, baydam. Bu kerak. Lava bilan suv istashligini qurgani. Bu ham kerak. Uzr endi, ishingizdan bo'shab turasiz 5 minutga. Emas, 1 umrga. Tak. Shu qishloqda qolaymikin, qolmaymikin? Mayli, ketaman. Hop, bularni olamiz. Bu yerga solamiz. Yotoq kerak bo'ldi. Endi sayohat qilamiz. Konga tushmaymiz. Konga tushish hozircha xavfli, shuning uchun temir kerak menga. Kelgan joyimga qaytib keldim. Demak, orqaga. Umid qilamanki mikrofon ishlagan va ovozim chiqqan. Baxt qushi necha marta chiqdi ekan boshimga. Yatgancha. Mana bu narsaniki bor-ku, shu Dreamniki emas endi. Bu meniki. Dream yashil, men bo'lsa qora. Nigir. Hop, bo'g'ay. Mana uni qaranglar. Bu nima bu? Bu ko'z nima? Meni ko'zim yo'qmi? Yo to'sib qolganmi? Birak ekanman-da, demak. Hop. Buni ham oldik, endi ketdik. Daraxt olsam yomon bo'lmasdi lekin. Bu videoni necha qismga bo'lay ekan, necha qismga bo'lmay ekan? Bilmadim. Lekin aniq birdan ortiq qismga bo'linadi. Xuddi Geroutmidi, shunaqa YouTuber bor-ku, yangi chiqdi. O'sha ham hardcore olyapti-yu. Shunga o'xshab men ham olib ko'raychi dedim. Oldingi YouTube kanalim endi antiga o'tib ketgan. O'sha anti YouTube kanalida, antiga o'tib ketgan YouTube kanalida
oldin hardcore olganman va buni aytish og'ir. Birinchi olmos topganimda Creeper orqamda portlatib ketgan. Ya'ni noto'g'ri tushunmanglar. Shu portlab ketganda orqamda. Men uni ko'rmay qolganman. 2 soat ezilganman Creeper orqasidan. Hop, короче, video qanchalik bo'ldi bilmayman, lekin вообще uzoqqa ketdim. Tak, video 15 minut bo'ldi. Sizlarni ham vaqtinglarni olgim kelmayapti. O'zim ham hozir qayergadir ketishim kerak, qayergadir deganda ishga ketishim kerak. Ishmasu endi nima desa bo'ladi? Kursdaqa gap. Короче, hazillashdim. Просто charchadim videolar olib. Endi 2 oydan keyin, 2 oy tanasidan keyin video olayotgan bo'lsam, ozgina o'rganib olishim kerak-da. Shu 1.20-versiyadaman o'tlar bo'lishi kerak, yo'q-da. Buni qaranglar. Birorta ham o't yo'q. Hop. Unda barchaga tomosha uchun abdushi emasu, lekin rahmat. Mana bu P tugmasiga qiziqayotganlar mana bu yeri kreativda skanerlab o'zingizga qaytarib berishi mumkin. Mana masalan, mana gulni oldik. Mana endi bo'sh qo'l bilan men uni P ni bosadigan bo'lsam, gulni qo'limga berib qo'yadi. Mana buni gulni mana qo'yib qo'ydim. P ni bunday bossam, manadagi gul managa o'tib qoladi. Ya'ni qo'limga tushadi. Короче. Tushunarlimi? Hammaga xayr, sizlar bilan Zero Craft bo'ldi.